Mart oyida eng yaxshi insonlar dunyoga kelar ekan. Ana shunday yaxshilardan-da yaxshi insonim, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, hayotingiz go'zal va shirin lahzalarga to'la bo'lsin. Doimo yuzingizdan baxt, quvonch nashidasi nur bo'lib yog'ilsin. Yana bir quvonchli kun, yana bir go'zal yoshingiz muborak bo'lsin. Hech kim ololmaydigan baxtni, hech kim yetolmaydigan omadni, hech kim buzolmaydigan xotirjamlikni tilab qolaman. Shirin hayotingiz ma'noga to'lsin. Istagan niyatingiz ijobat bo'lsin. Chehrangiz so'nmasin, hamisha kulsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.